Assalomu alaykum, To'g'ri kanaliga xush kelibsiz. Bugungi video rus tilini o'rganishni osonlashtiradigan ilovalarga bag'ishlangan. Bugun shu ilovalar haqida gaplashamiz. Birinchisi толковый словарь, ikkinchisi Gemini, uchinchisi фразеологический словарь. Bu ilovalar mutlaqo tekin, App Store yoki Play Marketdan skачать qilib olsangiz bo'ladi. Har bitta ilovani qanday ishlatish kerakligini tushuntirib beraman. Birinchi толковый словарьdan boshlaymiz. Bu yerda siz so'zlarni qaysi so'z turkumiga kirishini, qaysi rodga kirishini, bundan tashqari glagol bo'lsa переходный, непереходный, совершенный или несовершенный vidligini, ma'nosini topsangiz bo'ladi. Yozasiz, chiqarib beradi, uni ma'nosini ko'rasiz. Keling, birinchi A harfidan boshlaymiz. Mana birinchi bo'lib A ni o'zi turibdi, bosib ko'ramiz. A bu sufiks. A ya sufiksi so'z hosil qiluvchi sufiks. Yana qanaqa sufikslar bor? Anin. Anin yani bu ham so'z hosil qiluvchi sufiks. Bosamiz, mana sufiks deb chiqarib berdi. So'z hosil qiluvchi sufiks bu ham. Qanaqa so'zlarni hosil qilish mumkinligini ham chiqarib beradi. Sizga misollari bilan chiqarib beraman, qarang. Семенин, чужанин. Udareniyasi bilan Rossiyanin. Udareniyasi bilan chiqarib beradi. Anin, anin. Endi so'zni ko'ramiz, bironta so'zni ko'ramiz. Yozmasangiz ham mapga kirib so'zlarni ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Ma'nosi nima deb abajur. Mana udareniyasi bilan chiqarib berdi. Abajur. Существительное мужского рода. Часть светильника. Обычно в виде колпака. Oldin qanaqa ishlatilgan, nima ma'noda ishlatilgan, shuni ham chiqarib beradi. Bironta so'zni yozib ko'ramiz. Mebel so'zini yozib ko'ramiz. Mebel so'zi qaysi rodga kirishini ko'pchilik muzkoy rodmi bu yoki женский rodmi deb adashtirishadi. Mebel so'zini yozib ko'ramiz. Mebel. Готово. Birinchi bo'lib turibdi. Mana mebelshik, mebelshit, mebelni mana qarang. Mebel o'zi chiqdi. Mebelni, mebelshik, mebelshitsa shu o'xshash so'zlarni ham chiqarib beradi. Mebel birinchi bo'lib turibdi. Ot so'z turkumi женский rodga kirishini ham yozib berdi. O'zini ma'nosini ham chiqarib beradi, keyin ko'chma ma'nosini ham chiqarib beradi. Qarang, men buni ko'chma ma'nosi borligini bilmasdim mebelni. Люди ничего не значащие. Hech qanday ahamiyatga ega bo'lmagan odam degan ma'noni bildirar ekan. Endi фразеологический словарьga o'tamiz. Фразеологический словарь bu iboralar lug'ati. Nutqingizni chiroyli qilish uchun, so'z boyligingizni ko'paytirish uchun, bironta gapni to'g'ridan to'g'ri tarjima qila olmasangiz, mana shu lug'atdan qidirishingiz mumkin. Iboralarni to'g'ridan to'g'ri tarjima qilsa, ma'nosi o'zgaradi. Shuning uchun mana shu lug'atga kirib yozasizda, nima ma'noni bildirishini qarab chiqasiz. Keling, bironta iborani yozamiz ruschasiga. Как две капли воды. Bu ko'p ishlatiladigan ibora. Chiqdi mana. Ma'nosi совершенно очень сильно похож, схож. Bir-biriga juda ham o'xshash narsalar, как две капли воды. Agar so'z borligingizni yoki nutqingizni chiroyli qilmoqchi bo'lsangiz, shunda o'zini harfni bosasizda, bironta iboralarni qarab chiqasiz. Uchinchi ilovaga o'tamiz. Bu Gemini, bu sun'iy intellekt. Menga juda ham yoqadi bu sun'iy intellekt. Bu imkoniyatlari shunaqa ko'pki, ishlatgan saringiz yana ishlatgingiz kelaveradi-da buni. Menga juda ham yoqadi. Hozir sizga 3 ta fishkasini ko'rsatib beraman. Mana shu ilovani, bundan tashqari yana fishkalari juda ham ko'p. Birinchisi, agar siz padejlarni o'tgan bo'lsangiz yoki padejlarni endi
o'rganishni boshlagan bo'lsangiz, farqi yo'q. Отсутствие suvkumi падежи bo'lishi mumkin, прилагательный падежи bo'lishi mumkin, olmoshmi yoki числительныйmi, причастиеmi farqi yo'q. Qaysi падеж bo'lsa ham prompt yozasiz. Mana bu yerga prompt yozib, shunga vazifa berasiz. Prompt yozishga vaqt ketib qoladi. Shuning uchun men yozib, kopировать qilib tayyorlab qo'ygandim. Вставить qilaman. Tayyor. Готово. Qarang, prompt yozishga ancha vaqt ketadi-da. Video uzun bo'lib ketmasligi uchun yozib tayyorlab qo'ygandim. Bu yerda nima deb yozdim? Men падеж trenajyor. Bilasiz-ku, trenajyor nima ma'noni bildirishini. Shunda shug'ullanmoqchiman. Menga har bitta raund o'shidan gap berasan, so'zlarni o'zgarmagan shaklida ber. Keyin javobimni kutasan, har bitta javobni menga tahlil qilib berasan deb yozdim. Отправить bosaman. Javob berdi. Отличная идея, давай начнем практику. Uchta gap berdi, tarjimasini ham yozib berdi tushunarli bo'lishi uchun. Endi javobini yozamiz. Мне нужно купить свежий хлеб и килограмм яблоки. Skobkada o'zgarmagan shaklini yozib beradi. Bu имительный падежda bo'ladi, bosh kelishikda bo'ladi. Hammasi bosh kelishikda. Buni biz kelishigini to'g'rilab, падежni to'g'rilab yozib berishimiz kerak javobini. Мне нужно купить свежий хлеб, килограмм яблоки. Yozamiz. Tekshiryapti. Xatolarni ham, nechtadan nechtasiga to'g'ri javob berganingizni ham chiqarib beradi. Хлеб, магазин, молоком, чая. Все верно. Ошибка в слове яблоки, правильно яблок. Shu yerda o'zim xato qilib yozgandim ko'rsatish uchun. Mana shu yerda xato qilib yozgandim sizga ko'rsatish uchun. Работа ish. O'sha ikkinchi raund ketdi. Sizga tahlil qilib beradi. Mana 5 ta so'zdan 4 tasiga to'g'ri javob berganman, bittasida xato qilganman. Endi ikkinchi fishkasiga o'tamiz. Agar siz razgovoringizni kuchaytirmoqchi bo'lsangiz, yangi so'zlarni yodlarga Agar siz razgovoringizni kuchaytirmoqchi bo'lsangiz, реальный dialogda gapirmoqchi bo'lsangiz, lekin bironta odam bo'lmasa siz bilan gaplashadigan, sizga Gemini yordam beradi. Qarang, mana prompt yozganman. Promptda nima deb yozdim? Men bilan реальный odam sifatida gaplashasan. Hozir bironta mavzuni tanlaymiz. Mana shu mavzuda men bilan suhbatlashasan. Har bitta javobimdan keyin meni gapimni tahlil qilib, bunga yana boshqa variant, menga yana boshqa variantlarni ham yozib berasan degan ma'noda prompt yozdim. Jo'natamiz. Tak, mana sizga mavzularni tanla deb yozdi. Mavzuni tanlaymiz. Кофейня в центре города, возврат покупки в магазин. O'zingizni variantingizni ham yozsangiz bo'ladi. Tanladim. Mana dialogni o'zi boshladi. O'qiysiz, keyin javobingizni yozasiz. O'zimni javobimni yozdim, mana разбор qilib berdi. Ваша фраза абсолютно понятна deb yozdi. Menga yana variantlarni beryapti. Mana fraza
variantlarini ham o'qib, mana shu variantlardan ishlatishingiz mumkin. Va uchinchisi, prompt yozib tayyorlab qo'yganman. Отправить. Menga savol beryapti. Скажи, как прошел твой сегодняшний день. Masalan, yozasiz, sizni qilgan xatolaringizni tahlil qilib, xatolaringizni tuzatib, tahlil qilib, qayerda xato qilganingizni, grammatik, punktsionniy hammasini sizga tushuntirib, to'g'rilab beradi. Bu hali hammasi emas, Gemini'ning boshqa fishkalari ham bor. Agar siz yozgan promptlarimni tayyor tekst holatida olmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada o'zimni Telegram akkauntimni silkasini qoldiraman. Kanalimga a'zo bo'lib, Telegramdan yozsangiz, sizga promptni tayyor tekstini va Gemini'ning boshqa fishkalarini, videosini tashlab beraman. Uni faqat rus tilini o'rganishda emas, boshqa fanlarni o'rganishda ham ishlatsangiz bo'ladi. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.